O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashqi mehnat migratsiyasi geografiyasini va kasb-hunar ta'limi ko'lamini kengaytirishni buyurdi. Prezident Mirziyoyev matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, 1,2 millionga yaqin O'zbekiston fuqarosi dunyoning qariyb 40 mamlakatida mehnat qilmoqda. Shu bilan birga, Yevropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida malakali ishchi kuchiga talab ortib bormoqda. Shu munosabat bilan eng avvalo yuqori daromadli bozorlarga chiqish orqali mehnat migratsiyasi geografiyasini kengaytirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Xususan, xorijiy ish beruvchilar til va kasbiy talablarga javob beradigan 100 mingdan ortiq mutaxassisga buyurtma yo'llagan. Germaniyaga 40 ming hamshira, Yaponiyaga esa qurilish, logistika va servis sohalariga 15 ming ishchi zarur. O'zbekiston fuqarolarini qonuniy va tartibli mehnat migratsiyasi bilan ta'minlash maqsadida chet ellik ish beruvchilarni va xususiy bandlik agentliklarini rag'batlantirish tartibi ko'rib chiqildi. Prezident Mirziyoyev takliflarni ma'qulladi va mansabdor shaxslarga xorijiy mehnat migratsiyasini zamonaviy talablarga muvofiq tashkil etishni buyurdi. Musulmonlar iqtisodiy adolatsizlik, ishsizlik, qashshoqlik, yuqori soliqlar, zulm va hukmron rejimlar qo'lida boyliklarni to'planishi tufayli o'z mamlakatlaridan chiqib ketishga majbur bo'lishmoqda. Ularning barchasi g'arb iqtisodiyoti, madaniyati va sivilizatsiyasiga foyda keltiradi. Migratsiya muammosi dastlab mafkuraviy muammo bo'lib, u mafkuraviy darajada hal qilinadi. Bu muammoning yechimi 2-Roshid xalifaligining barpo etilishi bilan amalga oshiriladi. Bunda siyosiy zulm, iqtisodiy adolatsizlik, mulk uchun qo'rquv yoki migratsiyaning boshqa sabablari bo'lmaydi. Islom davlatining barcha hududlarida xavfsizlik barqaror bo'ladi. Ish bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Yuqori darajadagi ta'lim kafolatlanadi va boylik odamlarning ehtiyojidan ortib ketadi. Roshid xalifaligi o'z fuqarolarini himoya qiladi va ularga munosib hayot kechirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi.